Agar farzandimni duxi baland bo'lsin desangiz, hozir aytadigan maslahatlarimga diqqat bilan quloq soling. Birinchisi, bola har safar xatoga yo'l qo'ysa, uni urishmang, tushuntiring. Xatoni ko'rsin, lekin o'zini yomon deb o'ylamasin. Ikkinchisi, uni oldida har doim san qila olasan deb gapiring. Bola bunga ishonib qoladi, ishongan bola esa dadil bo'ladi. Uchinchisi, eng muhimi, boshqalarni bolasiga qarab aslo solishtirmang. Bu bolani o'ziga bo'lgan ishonchini sindirib qo'yishi mumkin. To'rtinchisi, bola qachon o'zini kuchli his qiladi? Qachonki eshitganingizda, so'raganingizda. Tashqi dux emas, ichki dux muhim. U faqat siz beradigan ishonch bilan shakllanadi. Bu videoni bolasini duxi baland bo'lishini xohlagan ota-onalarga jo'natib qo'ying. Va bolalarni rivojlantirish haqida foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.